Tamam qizlar, mendan ko'p holda so'rashadi, qanaqa qilib hamma narsaga ulgurasiz deb. Ko'rayotganlaridek, menda ham har kuni shu ahvol, har kuni bitta ish, ya'ni har kuni turamiz, Muhammad Zohir akani bog'chaga yuboramiz, keyin ota-onam kelib Mursalinaxonni olib ketadi, chunki Mursalinaxonda olib ketishmasa, men umuman hech qaysi ish qila olmayman. Keyin ertalabdan turmush o'rtog'im turadi, ularga choy tayyorlayman, ovqat idishlarini yuvaman. Keyin har kundek uylarni yig'ishtirishga tushaman. Spalniy, детский, zal, kir dazmollash, kir taxlash. Ko'rayotganlaridek, menda ham har kuni sizlar nima qilsanglar uyda xuddi shu narsani qilaman. Bilasizlarmi, shunda ham har hafta men uyimga kelib uy yig'ishtirib ketishadi. Alhamdulillah, Allohim pul berganiga shukr, что odam chaqirib uyimni yig'ishtirib tura olaman. Shunda ham men ham qizlar juda qiyinchilik bilan hamma narsaga ulguraman. To ota-onam menga yordam berishadi, ularni olib ketishadi, olib borib kelishadi. Keyin уже ishimga o'tiraman, shu videolar olishga, montaj qilishga, tovarlar zakaz qilishga, ovqat uy yig'ishtirishga, shu bilan har kuni o'tib ketadi qizlar. Hammamiz ma'lumki bir xil bitta ishni qilamiz har kuni. Belka в колесе deyiladi-yu. Ba'zi bir bitta narsa uchun bir kun o'tib ketadi. Masalan, o'tgan safar Mursalinaxonni ko'zini ko'rsatib keldim, Fulak Baraba karslarimizni olib keldim va shu bilan bir kun o'tib ketdi. Bugun aytgancha 11 gacha uxladim, chunki ish kundan beri normal uxlamaganim uchun energiyam bo'lmadi. Harakat qilaman tartibli bo'lgan xonzod deyishga, chunki 90% hamma muvaffaqiyatni katta narsasi bu tartib, ya'ni nimaga erishmoqchi bo'lsangiz tartibli ravishda qilmasangiz bu narsaga afsuski erisha olmaysiz. O'shaning uchun qayta men disiplinaga, tartibga qaytaman. Masalan, bugun o'xshamadimi, ertaga qaytaman. Ya'ni disiplinaga tushib olib, tartibga tushib olib, doim shu disiplinda ketish qiyin qizlar. Har kuni o'zingizlarni majburlab qilishlik kerak bo'ladi. Majburlash orqali tartibli bo'lib hamma narsa ulgursa bo'ladi. Men ham hamma narsaga ulgurman, menda ham hamma narsa ideal emas. Men ham nima qilsanglar har kuni xuddi shunaqa har kuni qilaman.